izingizdan bo'ldim katta yurib izingizdan men ketarman ko'zimda yosh uyingizdan dadajon uyingizdan oq libosda ketar bo'ldim dadajon yor yangrar bugun uyda dadajon o'zga uyga kelin bo'lib ketar bo'ldim siz yig'lamang men yig'lasam dadajon dadajon rozi bo'ling qizingizdan dadajon men ketarman uyingizdan dadajon rozi bo'ling qizingizdan dadajon bergan nonu tuzingizdan qizlik chog'i bilsam endi dadam sizday mehr berolmaydi butun bu keng olam ammo asrar bergan duoyingiz har dam dadajonim mehribonim dadam dadajon rozi bo'ling qizingizdan dadajon men ketarman uyingizdan dadajon rozi bo'ling qizingizdan dadajon bergan nonu tuzingizdan Absalom aka, davramizni badiiy markaziga chorlab qolsak-da, oqsoqolimiz davramizni ochib bersalar deb o'zining ajoyib tilaklari bilan. Marhamat, ustoz. Qadamlaringiz osonotlar bo'lsinlar, xush ko'rdik. To'ylari muborak bo'lsin, kuyov muborak bo'lsin, xudonalar muborak bo'lsin. Ustoz. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar, Ahmadjonda xonadonda bir chiroyli kun, go'zal kun. Qayski bolasini, qizini turmushga uzatayotgan baxtli, saodatli kun shunday bir har bir ota-onaning orzusi bo'ladi, bir yaxshi niyatlar bilan o'g'lini uylasam, qizini turmushga bersam degan niyatlar bo'ladi. Ana shunday niyatlardan bittasi demak Ahmad ukamizning xonadonida Ahmadjonda bugungi quvonchli kuni bilan tabriklaymiz. Xonadonda shunday doimo to'y bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Farzandlari baxtli, saodatli bo'lsin. Mana Xudo bo'layotgan joylarimiz bir chiroyli joyga Xudo xolasa qizimizni uzatyapmiz. Go'zal manzaralar, tog'li, tog'ning shunday Ayqor tog'ida tog'da qor ko'rinib turadigan qishi yozin bir manzarali Shvetsariyaga o'xshagan go'zal joylarga tushyapti. Baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarsin deb niyat bildiramiz. Ser farzand, ser davlat bo'lsin Ahmad. Xudolar bilan birgalikda farzandlar baxtini ko'rib, saodatini ko'rib, o'ynab kulib doimo quvonch bilan yuringlar. Ozarbayjon bugungi chiroyli o'sha qizlar bazmiga atalgan dasturxonimizni rasman ochiq deb e'lon qilaman. Bugun xizmatda betakror so'z ustasi Onorbay bizni shogirdimiz, ukamiz. Bugun davrani qizdirib chiroyli olib boradi degan umiddaman. Mana kamerada
Yodgor bobo studiyasi xizmatda, bugun jiyanlarimiz xizmatda. Omon bo'lsinlar. To'yimiz chiroyli, qizg'in, bir jo'shqin, xursandchilik bilan o'tadi degan umiddamiz. Va ertangi to'yda ham sizlar bilan birgalikda jamul-jam, Xudo xolasa ertalabdan to'ylarga xizmat qilamiz. Toqqa, baxmal toqqa qiz uzatib boramiz, birga bo'lamiz. 2 kun Ahmadning mehmonimiz, Xudo xolasa. Ahmadjon qayta-qayta to'ylar takror. O'sha kelinga, navbatdagi kelinga harakat, nevaralarning to'ylariga harakat. Xudo xolasa, orzu-havaslar ketma-ket ushalaversin. Biz sizni samimiy mana shunday xursandchilik kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Marhamat. Rahmat, ustoz kam bo'lmang. Loy mana shu jigarlarning xonadonida, elimizning, xalqimizning to'y ma'rakalarida bosh bo'lavering. Yoshingizga yosh qo'shilaversin. Albatta azizlar, sizlarni kuttirmagan holda davramizning badiiy markaziga, ya'ni kechamizning qahramoni O'g'layxonni chiroyli olqishlar bilan davramizga taklif etib qolamiz. Baxt to'ylari muborak bo'lsin. Marhamat. Marhamat aziz mehmonlar, o'zlaringizni ilgili boshlaringizni so'rab qolamiz. Albatta to'yimizni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar, assalomu alaykum yaxshilar. Xayrli kechada vohamizning so'lim go'shalaridan, Chianli ilning xalqining xonadoni, fayzli xonadonlardan biri, ya'ni Ahmadjon aka hamda Sonobor opamizning xonadonida to'y tantanada diydor ko'rishmoqni barchamizga nasib aylabdilar. Avvalambor mana shu to'y sohibalari moviy osmon tagida sizni bizga fayzli dasturxon yozib, haloldan bergan noz ne'matlarni so'llarga to'ldirib, sizni bizning qadamimizni poylab, bu kunlarni oylab kutgan insonlar yana bir bora taklif o'taman Ahmadjon aka hamda Sonobor opamiz bo'ladilar. Avvalambor mana shu to'y sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Xonandalar muborak bo'lsin deb qolamiz. Albatta azizlar, har bir kechaning o'zining sababchisi bor. Ya'ni Ahmadjon aka, Sonobor opamning jondan aziz farzandi. Ko'zining oq qarasi O'g'layxonni dunyoga keltirib voyaga yetkazimini Allohga shukrki, baxt to'ylarini nishlayaptilar. Ibrohim kuyovimiz bilan qo'sha qarasin. Loyim baxtli, salatli bo'lsin. Loyim borgan joydan baxtini tilab qolamiz. Albatta mana azizlar gapni cho'zib o'tirmayman. Mana ustozimiz Absalom aka davramizni, fayzli dasturxonimizni ochib berdilar. To'y insonning ajoyib oni, sevishgan qalblarning yo'qdir armoni. Nikoh kechamizga do'stlar marhaba. Sizlarga muntazirdir ushbu to'y dasturxoni deya. Albatta azizlar, ko'k choymi, qora choymi, tabingizga qarab nonlarni ushatib, bemalol tortinmasdan olib o'tishlaringizni so'rab qolamiz. Albatta kechamizni ochiq deb e'lon qilaman. Albatta mana shunday oshpaz akalarimiz taom tortishga shay holatda. Albatta sizlardan uzr so'rayman. Kechamizning yakunigacha davramizni tark etmaysizlar albatta. Sizlardan iltimos. Shu kuy qo'shiqlarimiz sizlar uchun, albatta mana shunday kechamizni qizdirish uchun Yodgor bobo studiya yigitlari hamda media yigitlari, tezkor foto studiyatlari o'z xizmatingizda bo'lamiz. Barchalaringizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilagan holda yana bir bora to'y sohibalariga
chiroyli olqishlar bilan to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Yomg'ir yog'ib yuzlarimni silar edi. Sevar edim yo sevgimni bilar edi. Xayrlashlar, tilashlar, Navruz. Kaşık benim, kaşık oldu kesin. Kaşık şurada kınlardan yakaladım biliyorsun. Farganı tutacak bir noktasını yapalım. Böyle sen burada. Ana, oynaş mı git?
barcha-barchalaringizga yana bir bora yoqimli ishtaha. To'yga borsang yaxshi niyat, bormasang uyat bo'ladi deb. Mana shunday fayzli dasturxonimizni to'ldirib o'tirgan, kechikib bo'lsa ham Xudo tarafimizdan tashrif buyurgan mehmonjonlariga, opalarimizga qadamlariga osonliklar bo'lsinlar. Xush ko'rdik vohamizda. To'ylar muborak bo'lsin. Biringizga kuyov muborak, biringizga kelin muborak, yangi rishtalar muborak bo'lsin. Albatta azizlar, mana shunday shodona kechamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarning o'zining ajoyib tilak istaklari bor. Ruxsat berib qolsalaringiz, avvalambor mana shu davramizning badiiy markaziga, ya'ni qiz po'shchamiz O'g'layxonning tog'alari ushbu kechamizning aziz mehmoni bo'lib o'tiribdilar. Tog'alari Sodiq aka, bormamish akajonimiz. Keling. Albatta jigarlaringizni xonadonda o'tilmas oqshom to'y tantana. Albatta mana shunday ezgu tilaklarni bildiraman degan niyatda tashrif buyurasiz. Hamda so'zni qo'shiqlar qilish uchun qo'shni Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan yana Ahmadjon aka Sonobor opamizning qudalari mana shu davramizning aziz mehmoni bo'lib o'tiribdilar. Saparali akamizni ham davramizning badiiy markaziga chorlab qo'yaylik. Marhamat. Albatta tog'a ham otangdek ulug' inson. Agar tog'angni ko'tarsang boshda, albatta yetursan 80-100 yoshga deydilar. Tog'a ham otadek insonlar. Xudo bog'larimiz kelsinlar. Mana shu Ahmadjon aka hamda Sonobor opamning xudolari. Marhamat. Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan ekan. Albatta mana shu insonlarning o'zining ezgu tilaklari bor. Albatta to'y sohibi sohibalariga hamda kechamizning malikasiga hamda uning bir umrlik juft haloliga tilaklarini bildiraman degan niyatda qo'shni Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan. Marhamat akajon. Qadamlaringiz osonroqlar bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Alloh yaqindagi mehmonlar. So'z bergan so'roqlar. Ahmad aka to'ylarni tabriklaymiz. Kuyov bilan tabriklaymiz. Hamma xursandchilik bo'lsin. Xonadonimiz to'yxona bo'lsin, yaxshi kunlarda hamisha shunday sherik bo'lib hammaga nasib qilsin. So'z bergan uchun katta rahmat. Rahmat. Sodiq aka, samimiy tilaklar hamroh bo'lsin. Gar uyingga kelar bo'lsa, qam qarindosh. Yo holingdan xabar olsa, biror sirdosh, yo dardlarni aytsa biror dilkash. Bilki, mehr tortib kelar, qom qarindosh. Xudolari qo'shni Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan ekan Soparali akamizga qadamlariga hasonatlar bo'lsinlar. Xush ko'rdik vohamizda. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat rais bo'l, so'z berganingiz uchun. To'y yaxshi o'tsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Ahmad Xudonika doim to'ylarga yaxshi kunlar kerak. To'ylarni yaxshi o'tkazingizlar. Shu yoshlar baxtli bo'lsin-da. Mayli. Rahmat. Xudo bolalar, tog'alar, samimiy hamroh bo'lsin. Alloh mana shu xonadon sohibalarining yaxshi kunlarida, to'y qashamlarida bosh qoshi bo'lib beringlar. Albatta azizlar, kechamiz chiroyli boshlab oldik. Mana shu davramiz to'ldilar. Albatta mana shu davramizga bir chiroyligina fayz kiritib olaylik. Barcha do'stlarni hamda jigarlarni, opa-singillarimizni chiroyli raqslarga taklif etib qolamizda, albatta mana shu qiz po'shamizga atalgan bir chiroyligina maxsus satrlarimiz bor. O'g'layxonga atalgan hamda mana shu davramizda o'tirilgan qiz po'shalarimizga. Qo'sh bishklar endi sirdoshingiz toshdan qattiq bo'lsin sabr bardoshingiz. Marjon bo'lib to'kilmasin ko'z yoshingiz. Ko'ray endi yuksak taxtingiz singillarim. Xudo bersin baxtingizda. Jon singillarim deganlarga bitta chiroyli qarsaylaringiz azizlar. Sog' salomat bo'linglar. Dohlilarimizni, jigarlarimizni, do'stlarimizni chiroyli raqslarga taklif etib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bora.
aylanib adirga kelamiz birga yoningdan ketgim kelmas vaydat cho'milib oqsada turga mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi voy mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi Çırayda senden diyor endi halovatim yo'q Yo'lima yurishenda vaydat ko'ylagingni yengiyor Mast ayladi, sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi Voy mast ayladi, sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 Nega kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar 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 Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 Nega kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar 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 Devralarning feyzi sizsiz bo'lmadi Sizlarsiz hech ko'nglim mening bo'lmadi Qalbim yoshliklarda o'ynab qo'ymadi Shu damlarni ko'nglim qo'msab qo'ymadi Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar 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 Nega kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar 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 Kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar 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 Shirin shirin suvlar oqar mahallamni arig'ida Qizlarichi jonga yoqar aylanamiz har yog'ida Aylanamiz surgulamiz gaplasholmay qiynalamiz To'ylarimiz yetib qoldi endi biz ham to'ylarimiz yetib qoldi Do'stim qachon uylanamiz Kımayma aşığın yüzün Aşığı kalsa bulmaz Işkın düştü yürekke Çıkarıp alsa bulmaz Yanatamdan yaşlı Haydarım alsa bulmaz Ana göz boy 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 Ana göz boy boy Ana göz gel var hey Ana göz gel var hey Düştü mü? Hadi hadi hey Misal tam istenen Davetımın fanaköye Bulur vafalı yolum Gönül kıyma bolekke Sürmasa altında Namursuz sürekkeye 360 tavırda Göz ödür sürekke İşmanası yoktur Acılatmaz İşte
o'ynayib yalindi. Hey, alfon misliga hamdamku, yurtida har kuni bayramdir. Alfon misliga hamdamku, yurtida har kuni bayramdir. Rahmat. Mana shunday fayzli xonadonimizni to'ldirgan kechikib bo'lsa ham yana bir bora davramizni fayzli dasturxonimizni to'ldirgan mehmonjonlarga qadamlariga hasonatlar bo'lsinlar, xush ko'rdik. Albatta azizlar, har bir kechaning o'zining sababchisi bor. O'sha kechamizning sababchisi O'g'layxonning ajoyib do'stlari, sinfdosh o'rtoqlari ushbu kechamizning aziz mehmoni, mezboni bo'lib o'tiribdilar. Albatta mana shu yoshlarimizni davrimizning badiiy markaziga do'stlar nomidan chorlab qolaylik. Behruzbek hamda Nozimxon bormilar? Marhamat, davrimizning badiiy markazidan joylashishingizni so'rab qolamiz. Men sizga ne tilayman? Uzoq umr tilayman. Dodam bandam deganlariga kalima nur tilayman. Kuyov bola cho'ntagiga qutbaraka, bo'lajak farzandlariga to'y maraka tilayman. Har bayramda yovtiroq yangi libos tilayman kelin poshamizga. Qo'sha qarasin. Marhamat, Behruzbek hamda Nozimxon davramizdan kechiktirmaganlar marhamat. Kelinglar, qadamlaringga osonatlar bo'lsinlar. Tilardi bu bahor faslini, ammo bahor o'tkinchi fasl. Tilardi bu kinor umrini, tilayman faqatgina vaqt. Ilohim pochchamiz bilan qo'shaqarib baxtli bo'lsin. Rahmat singiljonim, samimiyalar hamroh bo'lsin, do'stlaring abadiy bo'lsin. Senga mana shunday baxtni Allohdan tilab qolamiz. Behruzbek bormilar? Mana shu sovg'a salomlari bor ekan qiz poshamizga atalgan. Marhamat, qiz poshamizni ham davramizning badiiy markaziga chorlab qolamiz. Qizi bor uy bozor ekan. Jon singillarim deb qolaman. Behruzbek, yigitlar ham unchalik kuttirmaydi, qizlar ham. Marhamat. Behruzbek. Behruz bo'lmasa boshqalaring chiqinglar. Asilbek. Bormi mana shu yigitimiz? Asilbek, ke uka. Senga o'xshab yomon torchinchaga yigit ekansan-da. Ke uka jonim. Albatta mana shu to'y sohiblariga hamda sinfdoshimga, uning bir umrlik turmush o'rtog'i Ibrohimjonga dil so'zlaringni bildirasan degan niyatda davrimizning badiiy markaziga do'stlar nomidan chorlab qolamiz. Do'st kulmaydi, ishi tushganda boshingga. Muhtojlikdan kelmaydi oshingga, to'g'ri kelmasa ham yoshingga. Bilki, mehr tortib kelgan insonlar. Albatta buni shu yoshlarimiz mehr tortib kelibdilar. Ilohim mehrli bo'lsin oxirigacha. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Sinfdoshimizga baxt tilaymiz. Mana o'zi arzimagan sovg'amiz bordi, qabul qilsin. Marhamat, qiz poshamiz. Sovg'alari muborak bo'lsin. Yosh oilaga kerakli mahsulot. Qo'sha qaragan. Sovg'alari muborak bo'lsin do'stlar nomidan aka. Marhamat. Albatta azizlar, ta'kidlab o'tamanki, barchalaringiz diqqat qilib qolishlaringizni so'rab qolaman. Milliy universitetga topshirgan mana shu sinimiz bugun talaba bo'ldilar. Chiroyli olqishlaringiz. Baxtli bo'lgan. Voy mana shu yangi O'zbekistonimizga yaxshi kadr bo'lib yetishgan singiljonim. Borgan joyingdan baxt tilab qolamiz. Mana shu do'stlarni davramizning badiiy markaziga chorlab qolamiz. Albatta so'z isboti bilan chiroyli raqslarimizni qizdirib berasizlar endi. Sinfdosh o'rtoqlarim, marhamat. Undan keyin onajonlarga, opa-singillarimizga ham ruxsat beringlar.
Albatta opa-singillarimiz ham bugun jigarlaring xonadonida, xudolarning xonadonida to'y tantanada bir chiroyli o'ynaymiz deb tashrif buyurgan. Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim, sizlar bilan bilinmaskan ko'zlarim, yaxshi yomon kunlarimda yonimda, unutilmas hayotim har oningda. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Davralarning fayzi sizsiz bo'lmadi, sizlarsiz hech ko'nglim mening to'lmadi. Qalbim yoshliklarda o'ynab to'ymadi, shu damlarni ko'nglim qo'msab qo'ymadi. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Mening kabi nazda kelar jonima, mazza hayot banda kelar, istasa bir anda kelar, kanga axir jonda kelar jonima. Mahşi gözün karada, yoklama beni arada, yüreklerim parada, parada, parada. Başkalara karama, sen adını sorama, sakla gözünü yarama, yarama. Mahşi gözün karada, yoklama beni arada, yüreklerim parada, parada. Başkalara karama, sen adını sorama, sakla gözünü yarama, yarama. Canda gelir canıma, gülüm bakar yazda gelir, keyfiyetin sazda gelir, menin kebi nazda gelir canıma. Mazza hayat banda gelir, istese bir anda gelir, kenge axır canda gelir canıma. Günler meyhana, gündüzü çeyhana, gelmedi men yana, men yana. Yürekte gülhana, içinde gamhana, gelmedi men yana, men yana. O dikir dikir yana, o likir likir yana, yüreklerim azap verer cana. Yürekte gülhana, içinde gamhana, gelmedi men yana, men yana. Lahingda bal var, gözingda ham var, yurakimda etgan joyi var. Yuzingda ay var, go'zal chiroy var, ishqingda menda hali boy
Yüzünde ay var, çıksız çıray var, yüreğinde ne çakıysa çay var. Ey kara kuzum, kara kara kuzum, yok demeyen seni bekletme uzun uzun. Hav kara kuzum, kara kara kuzum, kılmadanım seni canım sevay uzun uzun. Lakinim uzun oynamayın, saçlarına yana baylamayın. Yanıma gelsen, sevgilim bilsen, canımdan uzun oynamayın. Gelmedim bak, aldatçı ballar, modada kaldı, buğula güller. Ne gerek sana, gel bakma bana. Ey kara kuzum, kara kara kuzum, yok demeyen seni bekletme uzun uzun. Hav kara kuzum, kara kara kuzum, kılmadanım seni canım sevay uzun uzun. Hey kara kuzum, kara kara kuzum, benim bir çoyunda bana yaşın uzun uzun. Hav kara kuzum, kara kara kuzum, vah sensiz uçuman uzun uzun uzun. Aslanın gişedeyim, seni oylayman. Altında biskideyim, kanıma sıymayman. Oy hıyalım sindip, sakınaman sindip, yarım sindip, yarım sindip. Aklım gittikçe seni oyladım, oldandı bir şişe, kanıma sığmadı. Oy hıyalım sende, sakınaman günde günde günde, her gün günde. Gel yarım, senin başka işim yok, kolumda bir gel yarım. Gel gel yarım, gel yarım, oylağanım ben yarım. Benden başka hiç kim yok, kaderimli bir yarım. مرة تهرب قرب على ايه ده مسهرني الليل مني روحي يا مري علي سايبني بقلب علي اللي حبك انت مغلبني معذبني موريني انا جاي اقولك ارجع اسمع علشان انا سهراني مرة تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل روحي يا مري علي وسايبني بقلب علي اللي حبك انت مغلبني معذبني موريني على قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسيبني بنارك ترميني بأسوأ عيونك وتسيبني في وسط الطيار يرجع قلبي يغنيلك ويجيلك علشان يختار وانت ولا انت هنا Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh. Tamina, mina, tangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, tangalewa, anawa.
Rahmat, raqsga tushgan opa-singillarimizga, do'stlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Albatta raqslarimiz davom etadilar. Bizga, xalqimizga tanilgan ajoyib fayziy xonadonlardan biri. Ya'ni
Ahmad aka hamda Sanobar opamizning xonadonida o'tilmas oqshom to'y tantana. Albatta mana shu insonlarning jondan aziz farzandi ko'zining oq qorasi dilbandini mana voyaga yetkazib Allohga shukrki kuyov to'ramizning qo'llariga topshiryaptilar. Voya mana shu sinimingiz borgan joydan baxtini topsin, uvali juvali bo'lsin. Xudo xolasa kelasi yillarga Allohim bergan ne'mati bilan siylaganda, ya'ni farzand bilan siylaganda qo'sh beshiklar olib borish nasib ro'z eylasin deb qolamiz Allohdan. Aziz mehmoni bo'lib o'tiribdilar. Bojalardan yaxshi tilak eshitaylik. Bormi mana shu bojalar? Odil aka. Orif aka ekan, uzr. Abduhamid aka. Marhamat. Hamda to'y sohibi Ahmadjon akamni ham mana shu davramizda badiiy markazidan joy olishini so'rab qolamiz. Opamiz bilan bugun xonadonda o'tilmas oqshom to'y tantana. Albatta barchamiz mana shu o'tirgan qora ko'zlarni to'ylarga yetkazsin, yaxshi kunlarga yetkazishni Allohdan so'rab qolamiz. Mana shu yoshlarimizga yana bir bora baxt tilab qolamiz. Senimiz borgan joydan baxtini tilaymiz. Adashmasam Orif aka. Ha? Bojalari. Orif akami? Orif aka bojani ko'rganda nima bo'ladi? Yo'q, beshti bo'ladi deydilar. Ahmadjon aka, eshityapsizmi? Keling akajonim. Bugun bojalaringiz siz uchun yaxshi tilaklarni bildiraman degan niyatda davramizda badiiy markaziga chalab qoldik. Hamda Abduhamid akamizni ham. Keling, qadamlaringiz omonatlar bo'lsinlar, xush ko'rdik. Kim? Abduhakim aka. Keling akajonim. Albatta Ahmadjon akamning xonadonida o'tilmas oqshom mana shu insonni qadrlaymiz. Mana ustozimning ukalari bo'ladi, jigarlari bo'ladilar. Abduhakim aka, kutirmang akajonim. Marhamat Orif aka. Assalomu alaykum. Bugun to'y tomosha. Yaxshi kunlar. Mana shu to'ylarga hammani yetkazsin. Alloh hammaga shunaqa to'ylar nasib qilsin boja. Xudo qo'lingiz marjon. Hammaga to'y tomosha yaxshi o'tsin, mana to'ylar yaxshi bo'laydi. Allohga shukr. Bojonim. Biz ham shunaqa butun el shunaqa to'ylar hammaga nasib etsin. Rahmat e'tibor uchun, kelganlar uchun rahmat. Barcha bojalar tilak. To'g'rimi? Sog' salomat bo'linglar. Albatta raqslarimiz davom etadilar. Mana shu taom ustida bir chiroyligina tilaklar bor. Shularni eshitib olaylik, undan keyin taomdan keyin chiroyli raqslasizlar uchun akajonlar. Sog' salomat bo'linglar. Albatta azizlar, mana shu ustozim Absalom aka, Absataribning bir chiroyligina satrlari bor. Bir 20 yil oldin to'yga chiqib yurgan paytimda shu inson yozib bergan edilar. Ustoz, shu yerdamisiz? Qo'l ko'tarib qo'ying. To'ylar muborak bo'lsin sizga ham. Nabira to'ylar, nabira kuyovlar muborak bo'lsin. To'yga kelib oltin aylang ostonamizni, yaxshilikka bekat aylang to'yxonamizni. O'ynab kelib quvnab keting ammayo xolajonlar. Eslab yuring O'g'layxonning qizlar davrasini deb qolamiz. Albatta mana shunday davramizga, fayzli kechamizga tashrif buyurgan opa-singillarimizning ham o'zining ezgu tilaklari bor. Ruxsat berib qo'ysalaringiz, ammalar nomidan, Soyir opa, xolalar nomidan, Jamila opa hamda kuyov tarafimizning singillari Shahzodaxon ushbu kechamizning aziz mehmoni bo'lib o'tiribdilar. Marhamat opajonlar, qadamlaringizga asalomlar bo'lsinlar. Mana shu davramizdan badiiy markazidan joylashlaringizni so'rab qolamiz. Hamda qiz poshshamizni ham mana shu insonni 9 oy vujudida ko'tarib, oq yub, oq taragan. Allohga shukrki, voyaga yetkazib, bugun kuyov taramizning qo'liga topshirayotgan valideyn muhtaramalamiz, ona opajonimiz, Sonomar opamizni ham davramizdan badiiy markazidan joylashishini so'rab qolamiz. Marhamat opajonlar. Kelinglar, qadamlaringizga asalomlar bo'lsinlar.
Albatta xudolar tarafdan birinchi so'zini eshitaylik. Sanobar opa keling. Qadamlaringiz osonatlar bo'lsinlar. Dona xalqimizda dona gaplar ko'p azizlar. Dunyoda kim yaxshi? Hamma yaxshi. Hammadan ham amma yaxshi. Amma keldi davramizga fayzi bilan, xolamiz keldi davramizga chiroyligina durdu gavhar bilan deydilar. Qadamlariga osonatlar bo'lsinlar. Albatta mana shu kuyov to'ramizning singillari ushbu kechamizning aziz mehmoni ekan Shahnozaxon. Borma mana shu qo'shni Baxmal tumanidan tashrif buyurgan ekan. Bo'lsangiz keling singiljonim, mana shu yosh oilaga hamda akangizga, kelinoyingizga o'zingizning ezgi tilaklaringizni bildirasiz degan niyatda Davramız badiiy markaziga chorlab qolamiz. Sanobar opa, xudochilik, mingiychilik, to'y tashvishchilik. 2 yoshning boshini qovushtirib bo'ldingiz, aql inoqchilik. Sanobar opa, Shahnozaxon to'ylari muborak bo'lsin. Biringizga kuyov muborak, biringizga kelinoyi muborak. Yangi rishtalar muborak bo'lsin. Avvalambor endi xudolarni payg'ambarlarim siylagan, endi xudolardan marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana akamni shunaqa to'ylarda yig'lar ekanmiz. Ularga yangi hayot yo'llarida mazmunli yashashni tilab qolaman. Shirindan shakar farzandlarini kamolini, rohatini ko'rish nasib qilsin va nimaiki niyatlari bo'lsa, shu niyatlarga yetib yurishsin. Shahnozaxon, samimiy hamroh bo'lsin. Sizga oppoq liboslarni Allohdan so'rab qolamiz. Yaxshi joylarga ato eting. Yo'q, uzr, baxtli bo'ling kuyovimiz bilan qo'sha qaring. Albatta mana shu singil poshshamizni kelin emas, kelinoyi emas, opa deb qabul qiling. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, o'z o'rningizni egilib olishingizni so'rab qolamiz. Amma xolajonlar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun ukajonim xonadonida katta to'y tantana. Mana shu tantananing sababchisi singiljonim O'g'loy hamda kuyovimiz bo'lmish Ibrohimjonlarning baxt va visol, sevgi va sadoqat deb nomlangan baxt kechasining bir debochasida o'tiribmiz. Men mana shu 2 yoshdan 2 yoshga baxt saodat, uzoq umr, baxt saodat tilayman. Ukajonim Ahmadjon, avvalambor senga to'y muborak bo'lsin. Sanobar kelinim, senga ham to'y muborak. Mana shu yerda o'tirgan, xizmat qilgan mehmonlar hamda mezbonlar, hammalaringizga mingdan-ming rahmat. Ukamning eng oxirgi qizi, mana shu qizi borgan joyida toshday qotsin. Kuyovimiz Ibrohimjon mana shu xonadonga qadamlari poyqadamli kelsin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat, rais bo'lin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Bugun pochcham va opamning uyida katta to'y tantana bo'lyapti. Jiyanim O'g'loyjonning nikoh va baxt kechasining boshlang'ich qismi. Avvalambor hamma bu yerga yaxshi niyatda kelgan. Men ham bu 2 yoshga baxt tilayman. Doim yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. O'g'loyning baxti o'ziga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Shunday. Rahmat. Albatta ammaga xolalardan yaxshi tilak eshitdik. Mana shu ammaga xolalarga mana shu olqishlar sizlar uchun. Albatta Ahmadjon aka, keling akajonim. Qadamlaringiz osonatlar bo'lsinlar. Albatta mana shu senimizni voyaga yetkazib Allohga shukrki, kuyov turamiz qo'liga topshiryapsiz. O'g'loyxon, marhamat, qiblagohingizning yoniga, onajoningizning yonidan joy olishingizni so'rab qolamiz. Farzandlari o'stirgan niyatlari oq. Bir umrga mehnatdan qo'llari qadoq 60 ga kirmasdan sochlari oppoq. Otangni sevmasang, kimni sevasan? Barcha farzandlarni birdayin ko'rgan, sahardan non yopib sochlari kuygan, senga ipak tikib o'zi chet kiygan onangni sevmasang, kimni sevasan? Albatta O'g'loyxon, har bir inson uchun, farzand uchun baxtlaring omon bo'lsin, baxtlaringni ko'rsin, nabira chevarlarni suyib yursin. Qiz bola O'g'loyxon
ota uyda mehmon deydilar. Lekin Ahmadjon aka 3 ta qizi bor farzandning va otaning jannat eshigi ochiq deydilar. O'g'il farzand dunyoga kelganda rizqisi bilan berib qo'yar ekan. Lekin qiz farzand dunyoga kelganda jannat eshigini ochib qo'yar ekan. Allohim shu jannatlarimiz baxtli omon bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar. Endi Sanobar opamni 1 daqiqaga o'g'irlayman. Ahmadjon aka. Siz ketib qolish yo'q. Joyingizda turavering. Ahmadjon aka, necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 31 yil. Nechinchi farzand? 4-chi qizingiz, a? Allohim baxtini bersin, Allohim singil po'shamiz. Sanobar opa, nechta to'y o'tkazgansiz? 4-chisi-ya. Ahmadjon akam lekin bir og'iz yaxshi ko'raman deb aytganmi shu to'yni o'tkazib bo'lgandan keyin sizga? Aytganmi? Lekin bugun boshqachasini aytayaptilar. Lekin Ahmad akam har zamonda qalam tebirab turadilar. Bilasizmi, xabaringiz bormi? Bugun ukajonim shu satrlarni yangi poshshanga aytib berasan deganlar. Diqqat qolishlaringizni so'raymiz azizlar. Yangi poshsha eshiting emasam, Ahmad akamning nomidan. Ajinlari tushmasin, oydek yuzlaringga. Uyingga tushmasin, bir dona oq, uyingni o'chmasin, bir umrga chiroq. Omon bo'lsin temirdek joning, tandirda kuymasin hech qachon noning. Kuyoving o'g'ildek xizmatini qilsin, kelajakda kelinlaring o'z onam desin. Ro'zg'oringni doim o'zing bosh bo'lgin. Ro'zg'oringda yog'ing bo'lsin, parishoging bo'lsin. Armonsiz yasha bir umrga. Ko'zingdan oqmasin bir tomchi yosh. Shunday baxtli kunlarni ko'raylik, loyim qo'sha qarib yuraylik deganlarga bitta chiroyli qishlaringiz. Mana shu davramizga jigarlarni, ota-onalarimizni, qiz po'shamizdan chiroyli raqslarga talab etib qolamiz. To'ylari muborak bo'lsin. O'g'layxon qo'shaloq to'ylari muborak bo'lsin. Marhamat. Odam tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'urursiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Odam tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'urursiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Sharafim dadam to'yib kuchgin bag'riga bosgin senga aytolmaydi qalbida senga mehri daryodek toshqin omadimga yor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada qalb so'zimda qor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada. Kuyunganimsiz o'zingiz ochiq qolganda ham o'zi yemay ilinganimsiz do'stim kulgur ko'zingni ochgin to'yib quchgin bag'ringga bosgin senga aytolmaydi qalbida senga mehri daryodek toshqin odam tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'urursiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Omadimga yor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Qalb so'zimda
yurganlarim yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz hayotimning quvonchi siz jigarlarim yelkangizda ko'tardingiz g'amlarimni bitta to'ldirdingiz gamlarimni omadlarga tutashtirgan yo'llarimni hayotimning quvonchi siz jigarlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim yetib kelgan g'amsiz baxt deganda ko'z oldimga kelgan g'amsiz hayotimning quvonchisiz jigarlarim keling endi bugun sizga kuylab beray gavroning o'rtasida o'ynab beray baxtimizni bo'lishamiz oy kunchaday hayotimning quvonchisiz jigarlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim jigarlarim mana erga deganlarim xatolarimni to'g'ri deb elga tosh turganlarim Kaymakımsı kaymakım Almışına doymakım Kaymakımsan kaymakım Almışına doymakım Şu bir azap para versen Bana azap para versen Bana candan doymakım Şu gün candan doymakım Bana kışmışmışım sen
o'zi ko'klar. Bos bos qamchi bos, ochaqtir yigitga xos. Bos bos qamchi bos, ochaqtir yigitga xos. Qamchiga boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chalavan boshing ko'tar, yashagin. Asana o'kirgan o'zingma, bir gida tikilgan o'zingma. Asana o'kirgan o'zingma, bir gida tikilgan o'zingma. Shalida mamani bevafo. Davray kirsam o'zim yo'q. Shalida mamani bevafo. Davray kirsam o'zim yo'q. Bu yolg'on dunyoda o'tkinchi gurur bari. Hayot maydoni bilsang asli o'zi to'xtar. Bos bos qamchi bos, ochaqtir yigitga xos. Chalavan boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Xudoyim qarashgan o'zim, egaga yarashgan o'zim. Xudoyim qarashgan o'zim, elimda buloqqa cho'zildim. Onamiz qarashgan o'zim, elimda buloqqa cho'zildim. Onamiz qarashgan o'zim. Bu yolg'on dunyoda o'tkinchi gurur bari. Hayot maydoni bilsang asli o'zi ko'klar. Bos bos qamchi bos, ochaqtir yigitga xos. Bos bos qamchi bos, ochaqtir yigitga xos. Qamchiga boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chalavan boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Qamchiga boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chalavan boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Songa qimizlari qo'yildi, shirmozda qo'ylari so'yildi. Ko'zlariga tortildi surmalar, qoshlariga usmalar qo'yildi. Tovardan aridi tumanlar, dillarda taqadi gumonlar. Yaxshilar baxtimiz keldi deb, ko'rmay qochadi jamonlar. Qaytildi maqtovlar, o'zganga chaqallar jovuldi. Dünyalaring dashib qarashar, qalqon mushiliga jarashar. Dünyalaring dashib qarashar, qalqon mushiliga yarashar. Dilimni joylab diliga, qalqon mush qaytdi yiliga. Mehrimni joylab diliga, qalqon mush qaytdi yiliga. Kıymayma aşığın yüzün, aşığı kalsa bulmaz. Yürekçe silkimize, bir huda yansa bulmaz. Zaman dağıyor gece, yalnız mı salsa bulmaz. Işkın düştü yürekke, çıkarıp alsa bulmaz. Dağlatam kan yaşlı, kaytarıp alsa bulmaz. Ala göz boy boy boy, bana göz boy boy. Bana göz yanı var hey, bana göz yanı var hey. Işız almış samurda, kudüs kudüs yenge. İşte nazı yoktur, acıratım alsam olmaz hey. Ana göz boy boy boy, bana göz boy boy. Bana göz boy boy boy, bana göz boy boy. Hadi gidelim, asa. Çakal çakal çakal.
denesin seyret Fıço için bir denesin seyret Ultradı sürüde yobagi Azımlarını zurda yobagi Şerif süper Asiye gel oymuna Bir sırada bir çıkmış bahane Bir sırada bir çıkmış bahane Devrelerini kırdı yobagi Azımlarını zurda yobagi Devrelerini kırdı yobagi Azımlarını zurda yobagi Azımlarını zurda yobagi Devrelerini kırdı yobagi Azımlarını zurda yobagi Çatlatıyor ağzını sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor Biz bir vurdun babam bizden her günümüz vurdu Emin ağa kalmışız gibi dostlar mahvoldu Simidin indi kirar bana indi çıkarar Kaderim kuskuru bilen yakalarsan Simidin indi kirar bana indi çıkarar Kaderim kuskuru bilen yakalarsan Şekerim derim of of anasını yarım Hadi gel bir şeyini içerim ben denizden geçeyim Lakatla sözümü geçiremedi karına Hayır vermedi ağzını bayrayı vermez Ula 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 sen de kadar bile etmezsin Ula 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 bu alemle herkesin Ne oldu sana ne oldu böyle ne oldu sana ne oldu böyle ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu Bizning dasturxonimizga bir chiroyligina duolar bilan oqsoqollarimiz bersalar, undan so'ng barchalaringizga uzoq shahar qishloqlardan tashrif buyurgan mehmonjonlarga qadamlariga osonliklar bo'lsin deb qolamiz albatta. Oq yo'l tilab qolamiz. Ustoz, marhamat yana bir bora sizga taklif o'tamiz. O'sha davramizni, fayzli dasturxonimizni, fayzli kechamizni yopib berasiz. Iloyim mana shu sinimiz borgan joydan baxtini tilab qolamiz. Marhamat. Rahmat. O'tirib oling. Bir duo qilaylik hammalaringiz o'tirib oling qani. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin fursat, g'animatdir shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarim. Mana bugun go'zal kun bo'ldi.
ajoyib 2 yosh vaqti uchun qilingan Ahmadning xonadonidagi boshlang'ich to'y, qizlar bazmi, xudo xolasa mana yigit qizlarimiz o'ynab kuldi, tabriklar bo'ldi. Xursandchiliklar bo'ldi va bardavom bo'lsin. Sog' bo'ling. Mana bugungi xizmat qilgan jamoaga, Anvarboy boshchilikdagi guruhga katta rahmat aytamiz. To'yda xizmat qilganlarga hammalariga rahmat aytamiz. Ahmadning xonadonida yana niyat qilamiz, to'ylari chiroyli o'tsin, 2 yosh vaqtli saodatli bo'lsin, baxtidan ota-onalari quvonib yursin doimo. Keyingi kunlarda bo'ladigan to'ylarimiz ham ajoyib, xayrli, barakatli bo'lsin. Alloh amin. Hammani to'yga yetsin, to'yxona murodxona bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat ustoz, boringizga shukr. Ustoz, bir chiroyligina satr kelib qoldi. Dabdabali davrida nur bo'ladi. Kuyov bola O'g'layxonga xur bo'ladi. Qayda yalla yangrasa kelavering. Ahmadjon aka, Sanobarabam xonadonda hali zo'r to'ylar bo'ladi deya to'ylarda uchrashguncha deb qolamiz azizlar. Sog' salomat bo'ling. Voy mana shu xalqimizning, elimizning yaxshi kunlarida mana shu jigarlarning baxtiga sog'-omon bo'ling ustoz. Mana shu Ondarboyjonni men bir 15 yillardan beri bilaman, juda ham betakror so'z ustasi, ajoyib san'atkor, to'ylarda chiroyli, shirin suhbati bilan boshqarib boradi. Bu kishiga yana bir bora chiroyli to'ylarni ko'plab olib borishda bu kishining san'atdagi san'at qo'shilaversin, so'ziga so'z qo'shilaversin, so'z boyligi bundan ham ortib elning xizmatda charchamasin. Ondarboyjon baxtli bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Albatta ustoz, siz borsiz, duolaringiz bilan yashaymiz. Sog' salomat bo'ling. 100 yosh bilan qo'sha qaring, ulayim kecha bilan qo'sha qarib bering. Yodgor bobo yillar sinovidan o'tgan nom. Yodgor bobo bilan to'yingiz bo'lar unutilmas on. 25 yil tajriba bu ishonch demak. Har bir kadrda baxtingiz porlar kerak. Yodgor bobo muxlislar soni 100 mingdan oshgan. Har bir ishida mehr va sifat jamlangan.